Vaterlo bu Belgiyaning oddiy bir shaharchasi bo'lib, 30 mingli aholisiga ega. Buyuk jang tarixi hali ham dillarni o'rtovchi sayyohlar uchun Vaterlo o'zining ko'p sonli muzeylaridagi boy ekspozitsiyalarini ochadi. Ehtimol boshqa turistik qiziqishlarga ega bo'lgan sayyohlar uchun shahar zerikarli tuyulishi mumkin. Biroq jangdan so'ng 2 yil davomida ayollar tomonidan qo'lda tashilib sun'iy yasalgan sher tepaligi har qanday insonni o'ziga jalb etadi. O'sha mashhur tarixiy Vaterlo jang maydoniga yaqinlashar ekansiz, uzoqdan ustida Sherxon haykali o'rnatilgan qo'rg'on tepani payqash qiyin emas. Ushbu monument 1820-yilda Niderlandlar qiroli William I ning buyurtmasiga ko'ra uning o'g'li uchun bunyod etilgan. Vaterlo tarixi aholi o'rnashgan shahar sifatida 1140-yilda ilk bor qayd etilgan. Biroq uyqudagi shaharga 1815-yilda shon-shuhrat yopirilgan. Wellington ismli harbiy qo'mondon haqida nima bilasiz? Napoleonning shon-shuhrat yulduzi qanday so'ngan? Bu haqda batafsil Vaterlo shahri va unda joylashgan muzeylarga sayohat qilish orqali bilib olsa bo'ladi. Memorial 1815 muzeyi keyingi 100 yil uchun Yevropa tarixini aniqlab bergan, aynan Vaterlo jangiga butunlay sho'ng'ib, uni o'rganish uchun yaxshi imkoniyat hadya etuvchi majmuadir. Ijodiy guruhimiz bilan Benelux mamlakatlariga qilgan press turimiz doirasida mazkur majmuani tomosha qilishga qaror qildik. Memorialga kirish uchun chipta olgach, majmuaga o'tasiz. Uzun yo'lak bo'ylab yurib borar ekansiz, sizni o'sha jang muhiti darhol qurshab oladi. Devordagi urush jarayoni tasvirlangan uzun surat haqiqatdan ham ta'sirchan. Majmuaga kirgach, uning alohida qismlarini xohishga qarab tomosha qilishingiz mumkin. Biz majmua bilan tanishishni yuqorida tilga olgan Sher qo'rg'on tepasidan boshlashga qaror qildik. Tashqariga chiqib olish uchun dastlab aylanma zinapoya yoki lift yordamida ko'tarilish mumkin. Mazkur yodgorlik g'alaba xotirasi uchun Niderlandiya taxti vorisi Shahzoda Aranski Vilhelm II ning mushketdan otib egardan yiqitilgan joyda o'rnatilgan. O'shanda bo'lajak qirol yelka qismidan jarohat olganda. Qo'rg'on tepaning yuqori cho'qqisiga chiqib olish uchun jami bo'lib 226 ta zinapoyani bosib o'tish lozim. Menimcha, tepalikdan o'sha mashhur jang maydonini tomosha qilish uchun bu ishni uddalasak arziydi. Buyuk Britaniya g'alabasining nishonasi bo'lgan monument sun'iy tepalikda joylashgan. Uning balandligi 43 metr. Sher haykali og'irligi esa ostidagi ustuni bilan birgalikda 28 tonnani tashkil etadi. Uning balandligi 4 metr 45 santimetr. Uzunligi 4,5 metrga teng. Sher o'ng panjasini artilleriya yadrosi ustiga qo'ygan holda haybat bilan dushman kelgan yurt Fransiya tomon hayqirayotgandek. Haqiqatdan ham juda ulkan va vahimali monument. Vaterlo olamshumul mashhurligini 1815-yilning 18-iyunida Gersog Wellington qo'mondonligi ostidagi Angliya-Gollandiya armiyasi hamda marshal Blyucher qo'mondonligidagi Prussiya qo'shinlarining aynan shu yerda Napoleon armiyasini yakson qilganidan so'ng qo'lga kiritdi. Tasavvur qilingan ro'parasi 203 yil avval aynan shu yerda o'sha mashhur Vaterlo jangi yuz bergan. Shu kunga qadar ushbu maydonning asl holati imkon qadar saqlanib qolishga harakat qilingan. Ko'p minglab insonlar hayotini olib ketgan o'sha yirik jang yuz berganiga ham mana 2 asr bo'libdi. Vaterlo jangida fransuzlarga qarshi butun boshli mamlakatlar koalitsiyasi harakat qildi. Ushbu jangdan avval boshlangan to'qnashuvlarda fransuzlarning qarshi tarafga nisbatan qo'li baland kela boshlagan edi. Biroq Gersog Wellingtonning puxta o'ylangan strategik yurishi va marshal Blyucherning o'z vaqtida yordamga kelgani voqea yo'nalishini butkul o'zgartirib yuboradi. Bu Napoleon Bonapartning lashkarboshi va imperator sifatidagi inqirozini anglatuvchi uning so'nggi kurashi bo'ldi. Angliya va Prussiya jangchilariga yengilgan Napoleon ikkinchi bor taxtdan voz kechishga majbur bo'ldi. Shu tariqa u olisdagi muqaddas Yelena oroliga surgun qilingan va 6 yildan so'ng o'sha yerda vafot etgan. Jang panoramasi.
Baland dumaloq binoda joylashgan ushbu pavilyon memorial majmuasining asosiy tomosha qismlaridan biri hisoblanadi. Tarix bilan qiziquvchilar uchun Waterloo'da o'sha mashhur voqeaga bag'ishlangan juda ko'plab muzeylar mavjud. Biz hozir Panorama majmuasida turibmiz. Uning devorida mana bunday ulkan polotnoli kartina o'rnatilgan bo'lib, uning uzunligi 110 metr, balandligi esa 12 metrga teng. Unda o'sha ayanchli 1815-yil voqeasi aks ettirilgan. Chiqayotgan mana bunday maxsus effektli tovush esa ushbu kartinani yanada jonlantirayotgandek go'yo. Waterloo'da yuz bergan jang jarayonini batafsil tasvirlovchi san'at asari 1912-yilda rassom Louis de Moulin tomonidan chizilgan. Panorama ichida turganingizda Angliya piyoda askarlarining jasorati, otliq askarlarning hujumi, o'z ofitserlari qurshovidagi Napoleon qiyofasini ko'rib, o'sha davr makoniga tushib qolgandek o'zingizni his etasiz. Qahramonlarning tabiiy hajmdagi siymolari jang tovushi ostida odatdagidan ham realroq namoyon bo'ladi. Bu urushni tasvirlovchi yirik kartina bo'lib, uni soatlab tomosha qilish va har safar o'zingiz uchun yangi va yangi jihatlarni kashf qilishingiz mumkin. Panoramali tomoshadan so'ng e'tiborimizni 3D xonasi o'ziga jalb etdi. Bu yerda VR ko'zoynak yordamida Waterloo'dagi jangning qisqa mazmuni aks ettirilgan namoyishni ko'rish mumkin. Virtual tomosha vaqtida ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha burilsangiz, mazkur jangda harakatlanayotgan kuchlarning qaysi tomondan zarba berayotgani va uning yo'nalishlarini o'rganish mumkin. Bu yerda ham o'q otishmalarning vahimali tovushlari va qo'shinlarning qichqirig'i tomoshani jonlantirib, uni yanada ta'sirchan etadi. Memorial 1815 majmuasida jang tarixiga bag'ishlangan juda ulkan, ajoyib muzey bor. U barchaga, yosh bolalardan tortib to tarix fanlari doktorigacha birdek yoqishi aniq. Ushbu muzey Yevropa tarixidagi eng qizg'in davrlardan biriga sho'ng'ish imkonini beradi. Bu yerga kirgach, haqiqatdan ham o'sha paytda bo'lib qaytgandek his etasiz. Siz qiziqqan armiya askarlari kiyim-boshlari, ishlatgan qurol-yarog'lari, texnikasi namoyishidan astalik bilan jang jarayoni ifodalangan ekspozitsiyalarga yo'l olasiz. Jang maydoni yuragiga kirib borar ekansiz, Yevropada o'ziga xos yagona bo'lgan maxsus effektlarga boy multisensorlar makoniga tushib qolasiz. Interaktiv muzey o'z tomoshabinlariga harakatlanuvchi kartinalardan bahramand bo'lish bilan birgalikda ma'lumotlar bazasiga ega aqlli qo'llanmalardan foydalanish imkoniyatini taklif etadi. Audio gid esa siz yaqinlashgan joyga qarab, u yerda namoyishga qo'yilgan eksponat va uning tarixi haqida to'liq ma'lumotlar bilan tanishtiradi. Muzey 1815-yilga mutanosib holda xuddi shunday raqamdagi kvadrat metr maydonda jang tajribasiga asoslangan hikoyalar to'plamini taqdim etgan. Eng yodda qolarlisi esa muzey ichida joylashgan 4D kinoteatridir. Qisqa metrajli film namoyishi maxsus effektlar yordamida jonlantirilib, tarixiy jang maydoni yassi shakldagi ekran orqali haqqoniy va o'ta ta'sirchan etib tasvirlangan. Xuddi jang maydoni ishtirokchisidek kechayotgan har bir daqiqa uchun qo'rquv va vahima bilan qayg'urasan kishi. Aslini olganda Waterloo shahrida borib tomosha qilish mumkin bo'lgan bir necha muzeylar, diqqatga sazovor yerlar bor. Bular Marshal Wellington va Napoleonning bosh qarorgohlari, mum haykallar muzeyi va boshqa joylar. Biroq Memorial muzey majmuasi shu qadar ulkan va tarixiy eksponatlarga boy ediki, biz sayohatimizni shu yerning o'zida yakunladik. Chunki mazkur majmuani tomosha qilish uchun bir kuningizni sarflasangiz ham Memorialni butunlay aylanib chiqib, undagi eksponatlar bilan to'liq tanishishga ulgurmasligingiz ham mumkin.
Xullas, Waterloo tarix bilan, xususan Yevropa tarixida tub burilish yasagan jang bilan qiziquvchilar uchun ayni shahardir.